Tadno'ylar, srochni ko'ringlar-da men bu videoni. Qaranglar, Ispaniyada bo'lgan holat, buni qaror shoferlar gruppaga tashab qolishdi. Yaqinda bo'lgan holat ekan. Qaranglar mana, bu yerda hozir o'g'irlik bo'lyapti. Buni yukini o'g'irlashyapti. Bu yerda shofer uyg'onib ketib, saprotivleni bildiryapti. Mana ko'ryapsizlar, korobkalarni olib kelib mashinaga qo'yapti. O'g'irlarni buskuni shofer bu yoqqa urib yuborganiga, bular hozir bunga ataka qilishadi hozir. Kabinani sindirib, ichiga gazovoy ballonchiklar otib, qaror shoferga ataka qilmoqchi bo'lishadi. Oynalarini sindirib. Bunaqa holatda nima qilish kerak? O'zi Ispaniyada juda ko'p o'g'irliklar bo'ladi. Aslan mana shu Barselona taraflarda juda ko'p. Men hozir ham mana Ispaniyada turibman o'zim ham. Bunaqa holatda nima qilish kerak? To'g'ri, hammamiz o'zimizga ishonamiz, o'zimizning kuchimizga ishonamiz. Ko'ryapsizlar, bular bitta o'zi bo'lmaydi. O'g'irlasa o'g'irlab ketaversa, misol uchun, yonida холодный оружие bo'ladi. Bunaqa payt jimgina kabinada yotgan yaxshi, bu meni maslahatim. Chunki bizga hech qanaqa problema kerak emas. Yuk bizani problemamiz emas. Yukni o'g'irlab ketsa, u anaqa yuk straxovka qilingan, u firmani o'zi javob beradi. Shofer javob bermaydi. O'shaning uchun kabinani quplab, yana дополнительный zamoklar olib yotgan yaxshi. Sizga kabinangizga tegmayaptimi? Jimgina yoturgan yaxshi. Biz O'zbekistonga xudo xolisa yorug' yuz bilan borishimiz kerak. Bizani qora ko'zli kutyapti, ota-onamiz kutyapti. Oilamizni bag'riga yetib olishimiz kerak-da, sog'omon. Tushib turib, misol uchun nimanidir hal qilaman deyish kerak emas-da. Lomma olib, kulutcha olib borib uraman deb, to'g'ri, birinchisini urasiz, ikkinchisini urasiz, uchinchisini ham urasiz, o'sha 4-5-chisiga kuchingiz yetmaydi fizически. O'shaning uchun jimgina